Har kim oyog'i basib davlat gimnlarini boshqara. Zeyning Politexnik kollejida armiyaga chaqiriluvchilar kuni o'zdi. Zalda o'tiruvchi yigitlarni boshqarma komiteti yetakchisi harbiy komissar din ahillari salomladi. Har qaysi o'g'it nasihat so'zlari bilan bo'lajak soldatlarga murojaat etdi. За этими ребятами стоит огромная работа педагогов в рамках патриотической работы и основной костяк формирования нашей подшефной части, которая находится в городе Знаменске, это тоже являются выпускники нашего политехнического колледжа. Zeydan armiya saflarına ketuvchilarning ko'pisi kollejda bilim oluvchi yigitlar. Chunki birida ularni armiyaga hozirlash bo'yicha ish jiddiy qo'yilgan. O'quv yurtini tamomlab bek tezdan soldat itiga kiyashak harbiy burishini o'targa ketuvchi yigitlarga bo'laklar topshirildi. Призывники, призванные Заинского района, будут служить во всех видах и родах войск. С весны у нас еще начали призывать пограничные войска. Так что, ребята, кто мечтал стать пограничником, пожалуйста, обращайтесь. 1 oktyabrdan kuzgi chaqirilish kampaniyasi o'z ishini boshlab jiberdi. Rayonimizning 50 ga yaqin yigiti soldat xizmatini o'targa olinashaq. Chorada o'g'it nasihat so'zlari, jir biyular borsida armiyaga ketashak yigitlar uchun yang'iradi. Odila Burxonova, Yuliya Kazamarova, Zey xabarlari.